Assalomu alaykum, hurmatli kursimiz ishtirokchilari. Bugun sizlar bilan Mendeley dasturi haqida gaplashamiz. Bu dastur hozirgi kunda xalqaro miqyosda tadqiqotchilar foydalanadigan 2 gigabaytgacha har bir foydalanuvchiga joy beradigan, ya'ni xotira beradi. Siz fayllaringizni bemalol saqlab, iqtibos olishingiz, samarali foydalanishingiz mumkin bo'lgan eng zo'r saytlardan bittasini kompyuteringizga o'rnatish bo'yicha ma'lumot beraman. Dastlab mana shu Mendeley saytiga kirib olamiz. Kirib olganingizda bu joyda yuklab olish bo'limi chiqadi va shu qism orqali agar sizda Windows bo'lsa Windowsga, MacBook bo'lsa bu qismdan yoki Linux bo'lsa bu yerdan yuklab olishingiz mumkin. Men Windows uchun yuklab olyapman. Mana yuklab olinyapti. O'rnatamiz mana shu usulda. Mana bu Mendeley dasturi. Kirganingizda sizda xuddi mana shu tariqa ekran hosil bo'ladi. Kirishdan avval menda avvalo akkaunt borligi uchun mana shu joyda akkauntim to'g'ridan to'g'ri qabul qilindi. Sizda akkaunt yo'q bo'lsa, siz dastlab elektron pochtangizni kiritib akkaunt ochasiz va aynan mana shu akkauntingiz orqali akkaunt ma'lumotlaringiz bilan birgalikda sizni profilingiz shakllanadi Mendeley dasturida. Menda akkaunt bor. Endi ho'p, akkauntingiz ochildi. Adabiyotlarda qanday qo'shasiz? Bu joydan istasangiz bittalab qo'shib chiqishingiz mumkin. Men vaqtimni tejash maqsadida fayl holatda qo'shmoqchiman va mana doktoranturada o'zim foydalangan adabiyotlarimni bitta qo'shib chiqmoqchiman mana shu tariqa. Buni ichiga kirsangiz, misol uchun, ko'plab fayllar bor. 10 ta 20 talab maqolalar bor, lekin bittalab qo'shmasdan xohlasangiz mana shunday fayl holatida tashlab olsangiz bo'ladi. Ya'ni bitta papka holatida. Hop, mana ketdi. 6 ta fayl bor ekan. Qo'shildi. Keyingilarini ham xuddi shu tariqa qo'shamiz. Dissertatsiyalar. Mana bular ham yuklashni boshladi. Va yana eng zo'r usuli va shundoq qilib barcha faylni qo'shib olsak ham bo'ladi. Mana 295 ta, 294 ta. Mana shuncha faylni bir vaqtni o'zida Mendeley dasturiga kiritib oldim. Bu shu kungacha men o'zim foydalanish uchun yig'gan adabiyotlarim. Yuklash jarayoni davom etyapti. Mana bu qismdan bittalab fayllarni qo'shmoqchi bo'lsangiz, albatta shu joy orqali qo'shib qo'yishni unutmang. 294 ta faylim ichida 49 tasi duplikat fayllar bor ekan. Mana shularni topib berdi. Dastur shunchalik aqlliki, siz 2 marta saqlangiz qilgan narsalarni ham topib berdi. Qoyil. Bu ekranda yopamiz. Mana bu joyda menyularda ko'rishingiz mumkin. Duplikat fayllar, o'chirib yuborilganlar, siz uchun sevimlilar agar belgilab olsangiz mana shu qismiga yaqinda o'qiganlaringiz va barcha adabiyotlar. Istasangiz mana bu qismga o'zingizni maqolalaringizni, o'zingizni publikatsiyalaringizni ham kiritib olishingiz mumkin. Misol uchun mana shu maqola haqida ma'lumotlarni shu joyda chiqarib beryapti. Abstrakti, do'y raqami va boshqa ma'lumotlari. Yoki xohlasangiz shu faylni shu yerda to'g'ridan to'g'ri ochib, bemalol o'qib, PDF fayllarni to'liq qo'llab-quvvatlaydi Mendeley dasturi. Bemalol ustida bo'yab, chizib, yozib ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Misol uchun mana highlight qildim, yoki underline qildim mana. Shunaqangi judayam zo'r dastur maqolalar bilan ishlashda. Word fayl ochdim mana. Bu yerga nimadirlar deb yozdim. Endi Mendeley qani, qanday bunga bog'laymiz Wordga deyuvchilar uchun настройки bo'limidan Mendeley deb tanlaymiz va har doim sizda ekraningizda mana shu ssilka bo'limida Mendeley chiqib turadi. Xo'p, mana bizda chiqdi. Mana shu qismida doim qizil o'zini ikonkasi bilan ko'rinib turadi. Birinchi kirayotganingizda ehtimol sizdan yana bir marta aniqlikni tasdiqlash uchun parol loginlaringizni so'rashi mumkin. Manda so'ramadi. Mana endi mana shu nimadirlar deb yozgan narsamga iqtibos bermoqchiman. Iqtibosni qanday beramiz? Misol uchun, mana shu adabiyotga deylik, mana bu adabiyotga iqtibos bermoqchiman. Oppa, ketdi ana. Yana nimadirlar deb fikrimni berdim va yana iqtibos bildirmoqchiman. Iqtibos berib o'tmoqchiman. Yana bermoqchi bo'lgan adabiyotimni tanlayman. Mana. Xohlasangiz adabiyotlarda mana bu tarzda olimlarni ismi bilan ham qidirib ko'rishingiz mumkin. Misol uchun bunga ham iqtibos bermoqchiman. Mana shu tariqa iqtiboslarimiz berildi. Yana fikringizni davom etib yozib ketaverasiz. Endi oxiriga keladigan bo'lsak, bo'pti, iqtiboslar berildi mana. Adabiyotlar ro'yxati qanday bo'ladi deyuvchilar uchun mana bu joyda 3 nuqta bo'limiga kirib, bibliografiyani shakllantiramiz. Oppa, mana sizda tayyor adabiyotlar ro'yxati ham bor. Endi har bir jurnalni o'zini talab darajasida iqtibos berish bo'yicha stillari bor. Stillarini o'zgartirishingiz ham mumkin. Mana hozir istasangiz tilini bu joydan o'zgartirasiz, istasangiz stilini o'zgartirasiz. Bizda APA stilda turibdi ekan. Bu joydan xohlasangiz tanlab ham olasiz. Sizga qaysi stil kerak bo'lsa. Misol uchun bizda ko'proq adabiyotlarimiz mana shu stilda beriladi. Shuning uchun buni mana kiritib oldim. Va adabiyot qismiga o'tamiz. Kiritib olganimdan so'ng to'g'ridan to'g'ri mana 1, 2, 3 holatida o'tdi. Yoki bo'lmasam Chicago stiliga o'tamiz. Mana Chikagoni ham har xili chiqyapti. Sizga qaysi biri kerak? Jurnal qaysi birida talab qilyapti? Shuni tanlaysiz. O'zgartirishni bosamiz. Mana endi Chikago stiliga o'tdi. Yozilish usuli. Yoki bo'lmasam, yana bo'pti o'zgartiramiz. Adabiyotlar ro'yxatimiz o'zgardi. Xuddi shu tariqa o'zingiz istagan stilga istaganingizcha o'zgartirishingiz mumkin. Yana Ghost degan usullarimiz bor, bilamiz. Bularga ham misol uchun kiritib qo'ymoqchiman. Yoki mana birdaniga 1, 2, 3, 4 adabiyotni kiritdim. Buni oldida ehtimol nimadirlar gap bo'lishi mumkin va adabiyotlar ro'yxatini shakllantirishda yana xuddi avvalgi usul bibliografiyani tanlaymiz mana. Xuddi shu tariqa bibliografiyamiz shakllanaveradi. Bu judayam oson, sodda usullardan biri. Xullas, qisqasi barchaga foydalanishni tavsiya qilaman. Vaqtingizni tejaydigan eng zo'r top ilovalardan, tadqiqotchilar uchun eng samarali ilovalardan
biri hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.